men ertami kechmi yaxshi kunlarda ko'rishaylik, oxiratda jannatda uchrashaylik. Babanov, Alloh qo'llasin sizni. Men sizlardan so'ranib qolaman. Tozalik. Bu Babanov akamiz tozalikda so'ranyapti. Qo'limdan kelganicha tozalikni qilib beraman. Shahrimda elim ishlaydi. Zavodlar qilib beraman deyapti. Yaxshi niyatda qadam bosib keldi akamiz. Alloh yetkazib qo'ydi bu akamizni. Ko'rib, yuzini ko'rib, yuzida nur taralib turibdi. Yana akamizga aytamanki, aka, xafa bo'lmaysiz. Haqiqat. Egiladi, bukiladi. Men sizdan so'ranaman. Soqol qo'yishlikni so'ranaman aka. Qo'limni ko'hrakka qo'yaman. Ammo shu gapim bilan qalbingizni og'ritib qo'ygan bo'lsam aka, Allohdan so'ranamanki, qalbingiz og'rimagandir. Bu erkak kishiga soqolni bergan, ammo yuzingizda nur taralib turibdi aka. Yana soqol qo'ysangiz, yana nurlanasiz aka. Aka, mana bu gaplarim Baban aka, Jon aka, qattiq botmasin aka. Men so'ranaman.